Shavkat Mirziyoyev AQShda mehnat va istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz, ushbu mamlakatning nufuzli universitetlarida tahsil olayotgan El Yurt Umidi jamg'armasi stipendiyatlari bilan uchrashdi. Norasmiy muhitda o'tgan samimiy suhbat davomida yangi O'zbekistondagi islohotlarni amalga oshirish bilan bog'liq masalalar, xususan ularni faol ilgari surishda vatandoshlar va ularni birlashtiruvchi tashkilotlarning ishtiroki muhokama qilindi. Uchrashuvda muvaffaqiyatli tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ygan vatandoshlar va yoshlar o'rtasida muloqot maydonini yaratishga qaratilgan vatandoshlarning xalqaro biznes marafoniga start berildi. Davlatimiz rahbari yig'ilganlarga vatanimiz taraqqiyotiga qo'shayotgan hissasi uchun minnatdorlik bildirib, aytilgan barcha takliflar va tashabbuslar mamlakatimiz vazirlik va idoralari tomonidan puxta o'rganib chiqilishi, eng istiqbollari esa amaliyotga tatbiq etilishini ta'kidladi. O'z navbatida uchrashuv ishtirokchilari O'zbekiston yetakchisiga xorijdagi vatandoshlar va yoshlarga ko'rsatilayotgan e'tibor, ularning salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun yaratilayotgan sharoit va imkoniyatlar uchun minnatdorlik bildirib, vatanimiz ravnaqiga yanada ko'proq hissa qo'shishga tayyorligini bildirdilar.